O menga qara. Qachongacha ikkilanmoqchisan? Gapingda jon bor o'rtoq. Hozir uyga kiraman-da, pulni olib chiqaman. 2 soatda sen bilan uchrashamiz. Bo'pti. Ne telefonlarimga javob bermayapsan? Men sizga kelmayin deganman, boring keting, akangiz kelganda kelasiz. Akamni uyga endi sendan so'rab kiramanmi? Bezmisiz? Men bunaqa bostirib kelyapsiz, men magazinga tushib ketayotgandim. Bor, chiqsang chiqib kelaver, kim seni ushlab turibdi? Hozir akangiz kelsalar, mendan shubhalanadilar. Mayli, kakras kelsinlar, gaplashib o'tirib turaman. Sen tushib chiqaver magazinga. Nima ichishimni bilasanmi? Mayli kene, akam kelganda kirarman. Charchamadingizmi, adasi, yaxshi keldingizmi? Rahmat. Qara, xolodilnikda bu muzdek suyim bo'lsa ber. Yomon odam chaqirib ketdi. Xavfsiz. Tushunmadim. Malika, Labbay adasi. mana bu yerda pul turuvdi, ko'rmadingmi? Gapir, nima jimsan? Anaqa adasi, akamni bizneslarga pul kerak bo'lib qolgan ekan. O'shanga mendan so'ragandilar. Sizdan so'ramasdan berib yubordim. Sen jinnimisan? Ne so'ramaysan bir og'iz? Men akangga berganingga jahlim chiqayotgani yo'q pulni. Lekin baribir erdan so'rash kerakmi? Bugun oyimlarning uyiga boraman-ku, ertaman to'g'irlab beradilar. Yaxshi ish qilmabsan. Boshqa bunaqa ish qilmagin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Uzr, bezovta qilmadimmi? Ha, bemalol, gapiravering. Ishxonangizga keluvdim. O'zingiz yo'q ekansiz. O'tgan kuni uyga borib pul olib ketgan ekansiz singlingizdan. O'sha pul kerak bo'lyapti. Tushunmadim. Qanaqa pul haqida gapiryapsiz?